Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Biz Farg'ona shahridagi Istiqlol stadionidamiz. Nasib etsa 9-fevral kuni soat 18:45 da ushbu ajoyib va ko'rkam stadionda jamoamiz Nasaf Iroqning Ash-Shorta jamoasini qabul qiladi. Barcha farg'onalik muxlislarni, qolaversa futbolga befarq bo'lmagan barcha insonlarni ushbu stadionga taklif qilamiz. Osiyo Chempionlar Ligasi elit 7-tur doirasida bo'lib o'tadigan Qarshining Nasaf hamda Iroqning Ash-Shorta jamoalari uchrashuviga barchangizni kutib qolamiz.